Ko'p yo'qolgan shaharlar aslida bir kechada g'oyib bo'lmagan, lekin arxeologiyada ayrim belgilar hammasi birdan uzilgandek ko'rinadi. Bir joyda bozorlardagi shovqin to'xtaydi, boshqa joyda suv kanali qarovsiz qoladi, yana birida esa devorlar ichida hayot izi kesiladi. Bugun 12 ta real shahar misolida ko'ramiz. Iqlim, suv, urush, savdo uzilishi, epidemiyalar va yana boshqa omillar qanday birdanlik ta'sirotini yaratadi. Eng muhimi, har bir sahnada shahar avval qanday bo'lgani, keyin nima bo'lgani aniq aytiladi. Angkor, qadimiy Khmer imperiyasining ulkan markazi, ibodatxonalar va suv omborlari bilan yashagan gidravlik shahar edi. Uning qudrati suvni boshqarish tizimiga bog'liq bo'ldi. Kanallar, to'g'onlar, omborlar. Tadqiqotlar 14-15 asrlarda ketma-ket qurg'oqchiliklar va juda kuchli yog'inlar bu tizimni izdan chiqarganini, ayrim joylarda uzilish va nosozliklar bo'lganini ko'rsatadi. Suv tizimi izdan chiqsa, shahar yuragi ham sekin urmay qoladi. Aholi ko'chishi tezlashadi. Markaziy hayot parchalanadi. Tiwanaku, Titicaca ko'li atrofida baland tog' sharoitida yirik marosimlar va shahar hayoti rivojlangan sivilizatsiya markazi edi. Bu yerda dehqonchilik va chorvachilik nozik muvozanatga tayanadi. Suv kamayishi, oziq-ovqat zanjirining uzilishi. Ilmiy ishlarda uzoq davom etgan qurg'oqchilik oqimlar va yer osti suvlari kamayishiga olib kelgani, bu esa xo'jalik tizimini siqib qo'ygani ta'kidlanadi. Natijada markaziy tuzilmalar saqlanib qolsa ham, aholi va siyosiy kuch parchalanib ketadi. Shahar turibdi, lekin shahar emas degan holat aynan shunday paydo bo'ladi. Mohenjo-Daro, Indus vodiysi sivilizatsiyasining eng mashhur shaharlaridan biri. Rejalashtirilgan ko'chalar va drenaj tizimi bilan tanilgan. Bu shaharlar uchun eng katta xavf suv rejimi o'zgarishi. Musson kuchsizlansa, dalalar quriydi. Daryo yo'nalishi va oqimlari o'zgarsa, butun tizim izdan chiqadi. Tadqiqotlar uzoq davom etgan qurg'oqchilik Indus hududidagi sug'orish va xo'jalik barqarorligini asta-sekin yemirganini ko'rsatadi. Shahar portlamaydi, lekin hayotning iqtisodiy sababi yo'qoladi va odamlar boshqa joyga ko'chadi. Arxeologiyada bu ko'chish birdandek ko'rinib qoladi. Mesa Verde, Shimoliy Amerikadagi qoyatosh uylar majmuasi. Ajdod Pueblo xalqlari yashagan joy sifatida mashhur. Bu maskan nega bo'shab qoldi degan savolga aniq bitta javob bermaydi, lekin qurg'oqchilik va hosil muammolari asosiy omillardan bo'lishi mumkinligi qayd etiladi. Milliy park izohlarida odamlar resurslar kamayishi, ijtimoiy-siyosiy bosimlar va yangi imkoniyat izlab ko'chib ketgani ehtimoli aytiladi. Muhimi, ular yo'qolib ketmagan. Boshqa hududlarga ketib, o'sha yerda jamoalarga qo'shilgan. Qoyadagi uylar esa bir paytlar gavjum bo'lgan hayotning muzlagan kadrlari bo'lib qolgan. Cahokia, Mississippi daryosi yaqinidagi ulkan shaharlashgan markaz bo'lgan. Tepalik qal'alar bilan tanilgan. Ilmiy maqolalarda Cahokia ko'tarilishi va pasayishi daryo toshqinlari chastotasi o'zgarishi bilan bog'liq bo'lishi mumkinligi ko'rsatiladi. Ayrim davrlarda toshqinlar kamayib, dehqonchilik kengayadi. Keyin esa yirik toshqinlar qaytib keladi. Suv qaytsa, ekin maydoni, turar joy va sanitariya tizimi bir paytning o'zida bosimga tushadi. Bunday sharoitda odamlar kechagina bozor bor edi degan joyni tez tark etishi mumkin. Shuning uchun Cahokia ham birdan bo'shab qolgandek ta'sirot qoldiradi. Vijayanagara imperiyasining poytaxti bo'lgan Hampi bir paytlar savdo va me'morchilik markazi edi. 1565-yildagi yirik mag'lubiyatdan so'ng shahar bosib olinib, talon-taroj qilingani va vayronaga aylangani haqida tarixiy manbalar ko'p yozadi. Asl birdanlik mana shu yerda. Urush shaharni iqtisodiy va ma'muriy markaz sifatida bir zumda sindiradi. Tizim qulasa, aholi xavfsizlik va tirikchilik uchun ko'chadi. Bozor va ustaxonalar jimiydi.
Natijada ulkan poytaxt bir necha oy ichida ruhi ko'chib ketgan xarobaga aylanadi. Buyuk Zimbabve Janubiy Afrikadagi tosh devorlari bilan mashhur, bir paytlar savdo va siyosiy markaz bo'lgan yirik majmua. Manbalarda uning boyligi savdo yo'llari va resurslar ustidan nazorat bilan bog'liq bo'lgani aytiladi. Lekin keyinchalik xalqaro savdo pasayishi omillaridan biri sifatida tilga olinadi. Savdo kamayganda markazga oqib keladigan boylik, odam, g'oya ham kamayadi. Natijada elitalar boshqa joyga ko'chishi, yangi markazlar paydo bo'lishi mumkin. Shahar devorlari qoladi, lekin devor ichidagi tizim ko'chib ketadi. Petra, nabatiylar qoyalarga o'yib qurgan shahar, savdo karvonlari uchun muhim tugun bo'lgan. Tarixiy izohlarda savdo yo'llari dengiz va boshqa yo'nalishlarga siljishi Petra qudratini kamaytirgani qayd etiladi. Bunga qo'shimcha ravishda kuchli zilzilalar shahar infratuzilmasiga zarba bergani, yashash davomiyligini qisqartirgani aytiladi. Savdo shahar yuragi bo'lsa, yo'l o'zgarganda yurak urishi sekinlashadi. Shuning uchun Petra asta-sekin unutildi, lekin ko'pchilikka u go'yo bir kunda jimib qolgandek tuyuladi. Kil va Kisivani Sharqiy Afrikadagi Swahili savdo shahar davlatlaridan biri bo'lib, Hind okeani savdosi bilan yuksalgan. UNESCO izohlarida 16-asrda Portugal forti paydo bo'lgach, orollarning pasayishi boshlanganini alohida qayd etadi. Britanika ham Portugallar davridan so'ng Kil va ahamiyati sekin kamayib, oxiri tashlab ketilganini yozadi. Bu yerda birdanlik savdo mexanizmi uzilganda paydo bo'ladi. Port ishlamasa, shahar ham ishlamaydi. Qolgan narsa dengiz shamoli va bo'sh kamarlar. Pompey, Rim davridagi shahar, 79-yilda Vezuviy portlashi bilan kul va piroklast oqimlari ostida qolgan eng mashhur misollardan biri. Portlash birdan bo'lganligi uchun bu shahar haqiqatdan ham bir kunda hayot ritmini yo'qotgandek ko'rinadi. Shunga qaramay, tadqiqotchilar aholining katta qismi qochib ketishga ulgurgan bo'lishi ham mumkinligini eslatadi. Fojia bir vaqtning o'zida ham to'satdan ham murakkab. Qoldiqlar esa bizga odamlarsiz qolgan ko'chalar qanday sukunatga aylanishini ko'rsatadi. Bu arxeologiya tarixidagi eng dahshatli muzlatilgan kadrlardan biri. Akrotiri, Egey dengizidagi Tera orolida bronza davrida gullagan manzilgoh. Keyin ulkan vulqon portlashi bilan kul ostida qolgan. Ilmiy xabarlarda bu portlash minglab yillar avval bo'lgani, Akrotirining qalin kul va pemza qatlamlari bilan ko'milgani aytiladi. Bunday falokatlarda shahar birdan bo'shab qolgandek ko'rinadi. Chunki bir kun ichida yashash mumkin bo'lmay qoladi. Eng qiziq tomoni, ayrim joylarda odamlar oldindan chiqib ketgan bo'lish ehtimoli ham muhokama qilinadi. Demak, birdanlik ba'zan tayyorgarlik bilan birga keladi. Akrotiri esa hanuz dengiz bo'yidagi sirlarga o'xshab jim turadi. Epidemiyalar ko'pincha ko'rinmas urush bo'ladi. Devorlarni yiqitmaydi, lekin odamlarni yo'q qiladi. Angliyadagi ayrim o'rta asr aholi manzillarida, xususan Northamptonshire hududida Hale kabi joylarning qora o'lat oqibatida tashlab ketilgani hujjatlarda qayd etilgani aytiladi. Bunday holatda birdanlikning sababi oddiy. Tirikchilik zanjiri uziladi, qo'rqinch qoladi, mehnat yo'qoladi. Shahar yoki qishloq nomi xaritada qoladi, lekin o'sha nomdagi hayot tugaydi. Epidemiya sivilizatsiyaning eng jim, eng tezkor bo'shatgichlaridan biri. Bu 12 misolda bitta qoida ko'rinadi. Shaharlar ko'pincha bitta sababdan emas, sabablar zanjiridan bo'shab qoladi. Iqlim qattiqlashadi, suv kamayadi. Suv kamayadi, hosil tushadi. Hosil tushadi, savdo pasayadi. Savdo pasaysa, urush va ichki nizolar kuchayadi. Ustiga kasallik yoki falokat qo'shilsa, bir kundadek ko'rinadigan uzilish yuz beradi. Shuning uchun yo'qolgan shahar deyishdan oldin
qaysi tizim uzildi deb so'rash kerak. Qo'shimcha materiallar va kengaytirilgan izohlar faqat Telegram kanalimizda.